Endi bu turbalarning davri o'tdi. Rimstoykalarning davri boshlandi. Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana Sanchiqli mahallasiga kelganmiz. Bu uyga xudo xolasa mana 5 ta stoyka chiroyli holatda joylashtirildi. Avvallari mana shunaqangi boronlardan foydalanardi. Ana undan keyin akalar mana shunaqangi turbalarning uchiga beton quyib tukka qilaydi. Endi xudo xolasa hammasi oson bo'ldi, yengil bo'ldi hamda o'ta darajada nima deydi? Shu Yevropa osonda bo'lib ketyapti akalar. Rim ustunlari mana xudo xolasa uy chiroyga chiroy ideal darajada mana kelaveradi endi. Aka, urganda ham sinmaydigandan bo'ladi, baquvvatidan. Xudo xohlasa. Moshin bilan kelib ursin, ha? Xohlasa moshin bilan, xohlasa KAMAZ bilan ursin. Kelaversin. Akalar mana Xudo xohlasa ishimizga javob beramiz. Qarang, bu necha kvadrat deb. Kvadratgami bu, kubagami yo metrgami? Metriga aka. Metriga hisoblanadi. Balandlikka. Mana guli adilni narx, tepasi adilni narx bo'ladimi? Yo'q aka, men bu padishkasi alohida qilib beramiz. Padishkasi endi bir xilda stechkani ustiga qo'yib beradi-ku. Aha. Stechkani ustida qo'ysak, men bundan tepasi shu bir xil narx. Demak, men bu padishkasi adilni narx bo'ladi. adilni alohida kelishiladi aka. Diagonal necha bu? Diagonal 30 lik. 30 lik. Baho? Baho 180 ming so'm metriga. Hamma narsasi ichida bo'ladigan bo'lsa. Hamma narsasi ichida bo'ladigan bo'lsa 300 mingdan 350 minggacha. Uy egasini bir narsani sarson qilmaymiz aka. Aha. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha xizmat O'zbekiston Respublikasi bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Hurmatli aka-ukalar, usta tanlashda adashmang. Chiroyiga, holatiga baho beraverasizlar. Rim ustunlarini xohlagan razmeridan ukamiz xudo xolasa chiroyli qilib uylaringizga Xudo xohlasa ustanovka qilib beraveradi. Mana do'stlar. Uyning egasi boybo ish qanday ekan? Ko'ngildagidaymi? Gap yo'q. Sizga yoqdi, ha? Shavkat bo'g'amiz Sanchiqli mahallasidan. Ishlar yoqdi mana. Xudo xolasa mana ideal. Sog' bo'ling. Sog' bo'lasizlar. Aloqada yeslicho, mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling. Uyda to'ylar bo'lsin, keling. Nasib qilsa, to'ylar akingizlar. Ana aka.